Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Yili Chempionlar Ligasi guruh bosqichi 5-turi doirasida Qarshidagi markaziy stadionda bo'lib o'tgan Nasaf Traktor uchrashuvi keskin va xavfli vaziyatlarga boy bo'ldi. Mezbonlar o'yinni juda faol va xavfli hujumlar bilan boshladi. Eronliklar darvozasi oldida o'ta xavfli vaziyat yaratildi. Biroq mezbonlar vaziyatni golga aylantira olmadi. 17-daqiqada esa bahsdagi yagona gol urildi. Traktor o'yinchisi Rikki Lushkiya tomonidan Nasaf darvozasi ishg'ol etildi. Nasaf muhim ochkolarni qo'lga kirita olmadi. Ro'ziqul Berdiyev jamoasi Elit Osiyo Chempionlar Ligasida ketma-ket 5-mag'lubiyatni o'z hisobiga yozib qo'ydi. O'zbekiston o'smirlar 17 sobiq bosh murabbiyi Islombek Ismoilovning keyingi jamoasi Andijon bo'lishi mumkin. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, bu xabar Telegram kanaliga asoslangan va hozircha rasmiy klub yoki Ismoilov tomonidan tasdiqlanmagan. Shu bilan birga bu variantning realligi ham futbol ekspertlari tomonidan e'tiborga olinmoqda. Turkiya Superligasining 12-turida Nuri Shahin boshchiligidagi Istanbul Başakşehir o'z uyida Trabzonsporni qabul qilib, 4-3 hisobda imkoniyatni boy berdi. O'zbekiston milliy terma jamoamiz sardori hisoblangan Eldor Shomurodov esa o'zining navbatdagi golini kiritdi. Ma'lumot o'rnida Istanbul Başakşehir ushbu bellashuvdan so'ng 13 ochko bilan 13-o'rinda qoldi. Trabzonspor esa 28 ochko bilan 3-o'rinni mustahkamladi.